Assalomu alaykum. Assalomu alaykum azizlar. Xush kelibsizlar. Bu kungi bayram hammamizga muborak bo'lsin. Ertaga rahmatli otamizni tug'ilgan kunlari edi. Shu munosabat bilan mana siz azizlar bilan yig'ilib turibmiz. Bu sahnada necha ulug' ustozlar, san'at ustalari shu elimizga o'z mahoratlarini ko'rsatishdi. Dunyoga kelibmizki, to'g'ri bo'lishda, bu hayotda, mard bo'lib o'tishda, san'atda, hayotda bizga ustozlik qildilar bu kishi. Va sizlarni oldingizga san'atchi qilib shu sahnaga chiqarib qo'ydilar. Otamizni ham Alloh rahmat qilsin. Joylari jannat bo'lsin. Teşekkürler. Otamni shoh asarlarini, asl ijrosini eshitishga xush keldingiz do'stlar. Kunlar keldi, shafaqlari bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Shor tarafda shaylanishar va sozlashar tog', yetmaganlar o'zing tortma davralardan el chorlaganda, tiriklikning bayrami deb sozlaganda tong. Surxondaryodan keldim. Bu Sher akamni hurmati biz uchun, oilamiz a'zolari uchun eng bir yuqori darajada. Joylari jannatdan bo'lsin. Ertaga tug'ilgan kunlari. Ana shu tug'ilgan kuni munosabati bilan o'g'li konsert uyushtiryapti. Ot o'rnini toy bosar deydi. Sher akam o'lgan yo'q. Ikkala o'g'li ham otalarini ashulalarni aytib o'rnini bildirmayapti. Shuning biz Sher akamni hurmatiga keldik. Shohjahonjon kelajagi porloq bo'lsin. Nasib bo'lsa otasidan ham o'tib ketsin. Zohirshoh ham shular. Ha. Umri uzoq bo'lsin. Sher akamni joyi jannatda bo'lsin. Oxiratlari obod bo'lsin nasib bo'lsa. Biz surxondaryoliklar yaxshi ko'ramiz. Sevamiz Sher akani. Qo'yvoring. 72-yildan beri Sher
ashaddiy muxlisi bu inson. Umar aka rahmat, omon bo'ling. Rahmat. Umar akam bizni oila a'zomizdek bo'lib ketgan. Bu kishini otam shu uyda bazm qilganlarida o'ynagan raqslaridan taniysizlar. Bitta qarsak kishi. Keling, Umar aka, keling. Bu kishini yig'lamagan kuni yo'q. Yig'lamagan kuni yo'q bu kishini. Keling Umar aka, bitta duo olaysiz-da. Bitta duo olaysiz. İlahi amin. Ajdağın ahiretlerini obod kılsın. Karanlık günlerini nurga to'ldirsin. Bu dünyadaki so'roq savollarini oson kılsın. Ruhlarını şod kılsın. Allah'ım o'zingdan so'rayman. Ajdağın ovozlarini katta o'g'li Shohjahonga, kichkina o'g'li Zohirshohga bergani rost bo'lsin. Jonli ijro bo'yicha san'at qiroli bo'lib yetishishini Xudodan so'raymiz hammamiz. Allohu akbar. Aka rahmat. Omon bo'ling. Do'stim deganlarim yuz qo'yib ketdi. Qayerdan keldingiz? Biz Zangotadan keldik. Zangotadan ziyoratgohdan keldik. To'rtta opa-singil. Bugungi konsertdan nimalarni kutyapsiz? Bugungi konsertdan ajoyib nima deydi? Ashulalarni madaniy hordiq chiqarishi shunga keldik. Ancha yildan beri Sherali Jo'rayev muxlisi biza. Hamma qo'shuqlari yaxshi, ma'noli qo'shuqlarni aytadi. Yaxshi. O'g'illari ham o'zlariga o'xshagan yaxshi qo'shuqlarni aytadilar. Yaxshi. Shohjahon Jo'rayev, Sherali Jo'rayevning qo'shiqlarini qanchalik maromiga yetkazib kuylaydi deb o'ylaysiz? Men uchun birga bir aytadi. Farqi yo'q, bir xil aytadi, otasi bilan bir xil aytganlar, haqiqatan ham yaxshi aytadi. Qo'qon shahridan keldik. Bu marhum hurmatli Sherali akamiz O'zbekistonda o'zbekning haqiqiy erkagi bitta edi bu kishi. Bu kishini avvalo sunnatga muvofiq yurishliklari, boshlaridan hech qachon o'zbek do'ppisini yechmasliklari, yoshliklarida 1967-yilda o'zlari aytib beradilar. O'zbegim Erkin Vohidov she'rini haqiqiy o'zbekni qog'ozga bitgan Erkin Vohidov bo'lsalar, xalqimizning sevgili shoiri, xalq shoiri, xalq hofizi Sherali akam shu ashulalarni aytib o'zbekni butun dunyoga taratganlar. Alloh joylarini jannatdan qilsin, o'g'illari Shohjahonni umrini uzoq qilsin. Endi o'g'illarini hammalarini ham umri uzoq bo'lsin. Haqiqiy Sherali akaga yetkazadigan o'g'illar mana Shohjahon. Shuning uchun men vodiydan keldim. Alloh umrini uzun qilsin, avlodlaridan ahli do'zax chiqarmasin. Sherali hoji akamga Alloh rahmat qilsin. Shohjahon Jo'rayev, Sherali Jo'rayevning qo'shiqlarini qanchalik maromiga yetkazib kuylaydi deb o'ylaysiz? Ayniqsa jonli ijroda. Endi jonli ijroda to'g'risini aytish kerak. Har bir narsani birinchi, lekin Sherali Jo'rayevdan keyin shu bala aytiladi. Butun O'zbekiston xalqini hofizlar ishlar, men Parda Depazon deydi, shularni bilaman, shu bala yetkazadi. Lekin boshqa hech kim bilmaydi, lekin Sherali aka bitta edi. Asl Sherali aka hech kim aytolmaydi. Lekin ikkinchi Sherali shu Shohjahon. Yaxshi ham, yomon ham. Damlarim o'tdi. Do'stim deganlarim yuz urib ketdi. Mardlikdan lof urib, nomardlik etdi. Sen ham bundaylardan yiroq bo'l jonim. Mendan yuzing burib, qoshi kamon. Qoshi kamon.
kecha bu yerda konsert bo'lgani uchun bu yoqda repetitsiya qilolmaganmiz. Shuning uchun bu asboblarimiz bir ishlamayapti.